Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Buxoroy Sharif Buxara City qurilayotgan joy. Mana bu yerdan Turon City. Mana bu yerda Ftorchermet bozorimiz joylashgan. Mana shu yerda Ftorchermet bozor. Mana bu yerda 3-4 kundan beri kanalizatsiya suvi sasib ketgan, lekin tegishli tashkilotlar chora ko'rmayapti. Suv sizib chiqqan necha kundan buyon chora ko'rilmayapti. Shuni inobatga olishlaringizni so'rab qolamiz. Mana bu yerda karmashka yo'q, o'ng tomonga burilish belgisi bor edi. Belgini olib tashladilar. Kunduz kunlari mana shu yerda tirbandlik yuzaga kelmoqda. Buni sababi karmashka yo'qligi. Mana yo'limiz uchraha, chorraha emas yo'limiz. Mana bu yoqda asosiy yo'l mana shu yo'l, mana shu yo'l asosiy yo'l bu yoqda. Shuni inobatga olishlaringizni so'rab qolamiz va mana bu yerda yuzaga kelgan holatni bartaraf etishlaringizni so'rab qolamiz.